Assalomu alaykum hammaga, qalaysizlar? Shu Instagramga ham kirguli qolmadi boru. Bu yoqqa kirsang gol haqida motivatsiya bering, bu yoqqa kirsang gol u qilib qo'ydi, bu qildi, bu yoqqa kirsang bedapress bor, bu yoqqa kirsang akkumulyator olamiz. Yo Instagram miyasi aynib qoldi. Yo shu qanaydir pirzaguzga berib yuborish kerak menga. Boshqa mavzu yo'q. Utqazasan gol, bedapress, somon, akkumulyator olamiz. Qanaqa fikrdasizlar? Aytinglarchi. Yo biz bachkana bo'lib ketdik. Yoki haqiqatan ham shunaqa mavzular orqali odamlar yaxshi bir nimaga erishaman deb o'ylayaptimi? Nima? Chetdagilar bizni ko'rib nima deydi? Shu O'zbekistonda holat shunaqa ekan deydi menda. Qaysidir blogerlarni nimasiga videosini tagiga kirib kommentiga yozishyapti. Bedapress falon pul, akkumulyator falon pul. Bu yog'ida uyalaylik. O'zi orada bir Hindistonning bayrog'idan arang qutilgandek. Hadeb qayerga qarasa Hindistonning bayrog'ini tashaverishadi. Arang qutuluvdik. Endi bu yog'i bedapress bilan akkumulyatorga kunimiz qoldimi?